Rasulimiz alayhissalom Uhudni yaxshi ko'ramiz, Uhud ham bizni yaxshi ko'radi dedilar. Bu yerga kelishlikdan birdan bir maqsad o'sha tarixiy voqealarni eslamoqlik, bir ziyorat qilib, haqqiga duo qilib ketishlik uchun keldik. 625-milodiy sana, hijriy sana bilan esa 3-hijriy sanada bo'lgan katta bir urush voqeasi. O'sha borgan joyimizdagi tog' bu Uhud tog'i bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom Uhudga, ey Uhud, biz seni yaxshi ko'ramiz deganlar. Uhudni yaxshi ko'rganlar. Bir kuni tepasiga chiqqanlarida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hamda Hazrat Umar, Hazrat Usmon radhiyallohu anhu bilan birga o'tiruvdilar. Birdan Uhud tog'i titrab ketdi. Shunda Rasulimiz alayhissalom oyoqlari bilan tog'ni bir tepib, ey Uhud, tepangda Nabiy va Siddiq va ikkita shahid turibdi-ya dedilar. Mana shundan Hazrat Umar bilan Hazrat Usmon radhiyallohu anhu shahid bo'lishini aytgan edilar. O'sha Uhud maydonida katta urush bo'ldi 3-hijriy sanada. Undan oldin Badr jang bo'lgan edi. Badrda musulmonlar g'alaba qilgan edi. Kofirlar boshlig'i Abu Sufyon va yana boshqalari Utba hammalari o'sha yerda yig'ilishib, endi biz qasd olishimiz kerak deb Badrdan qaytgan mol dunyolarni oshganlarini mana shu urushga sarflashga qasd qildilar. Va hammalari katta bir askar to'plab, katta bir qo'shin bilan bu Madina-i Munawvara tomon qilib kelganlar. Rasulimiz alayhissalom mana shu Uhuddan oldin tush ko'rgan ekanlar. Tushlarida qilichlarining uchi sinib ketganini ko'rgan edilar. Shunda o'zlari tavil qilib, yaqinlarimdan biri olamdan o'tarkan deb o'ylovdilar. Mana shu jangda amakilari Hamza radhiyallohu anhu shahid bo'lganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom Uhudga kelganlarida, hozir siz borib ko'rasiz, o'sha joyda tog' bor, kamonchilar tog'i deb qo'yadi. Ko'pchilik biznikilar bilmasdan o'sha toqqa chiqadi. U toqqa chiqmaslik kerak, aksincha. U toqqa qarab o'sha bo'lgan voqeani eslash kerak. Rasulimiz alayhissalom yoqqa kamonchilarni chiqarib qo'ydilar. Va ularga aytdilarki, men aytmagunimcha jilmanglar o'rninglardan. Lekin haligi tog'da turganlar g'alaba biz tomonda bo'lyapti, biz o'ljadan quruq qolyapmiz deb tog'dan tushishni boshlashdi. Ba'zi bir insoflilar aytdilarki, Rasulimiz alayhissalom jilmanglar degan edilar-ku, deganlariga ham qaramasdan Rasulullohning esidan chiqib qoldi, unutdi bizni deb tushib ketdilar. Holbuki ularning orqasida Xolid ibn Valid hali unda islomga kirmagan edilar. Xolid ibn Valid boshliq otliqlar poylab turgan edi. Kamonchilar tushib ketgandan keyin ular kelib qurshab oldilar va musulmonlar o'rtada qurshovda qolib ketdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom bo'layotgan holatni qarab shundoq tepaga qarasalar kamonchilar yo'q. Bildilarki ular aytilgan vazifani bajarmoqdilar. Rasulimiz alayhissalomning birgina so'zini inkor qilishlik, 70 ta sahobani shahid bo'lishi yo'q. Rasulimiz alayhissalomning muborak jismlari yarador bo'lishlikka, tishlari tushishlikka, ko'zlari yoshlanishlikka, vujudlaridan qon oqishlikka sabab bo'ldi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, Rasulimiz alayhissalomning birgina so'zni qilmaslik va o'zini rahbariga, boshlig'iga itoat qilmaslik doim ummatga zarar keltiradi. Biz bu yerda oladigan tarbiya ham shundan iborat azizlar. O'zingizni rahbarlaringizga itoat qiling degan gap mana shunda. Agar itoat bo'lganida shu ish bo'lmas edi. Itoat yo'qoldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana shu joyda qoldilar. Hatto payg'ambarimiz alayhisalom qatl qilindi degan gap chiqib ketdi. Hamma parokanda u yoqqa qochgan, bu yoqqa qochgan, hamma o'zi bilan ovora bo'lib ketgan. Juda ko'p sahobalar kelib Rasulimiz alayhisalomni himoya qilib turib oldilar, o'zlarini qalqon qildilar. Rasulimiz bu urushni eslab hatto ayollarni eslaydi. Zuyba onamiz aytadilarki, avvaliga bu ayol xuddi hamshiralardek yaradorlarga yordam berish uchun kelgan edilar. Payg'ambarimiz alayhisalom o'zlari qolib qolganlardan keyin u ayol yugurib kelib payg'ambarimiz alayhisalomni himoya qila boshladilar. Rasulimiz aytadilarki, Uhud kuni o'ng tomonimga qarasam ham Nusaybani, chap tomonimga qarasam ham Nusaybani ko'rdim. Ayol o'zini shu darajada fido qildilar. Sahoba-i kiromlar bu tomonda ayollar dod deb hammalari shu maydonga kelishga harakat qildilar, yordam berdilar.
Rasulimiz alayhissalom yaradorlanib toqqa chiqib qoldilar. Fatima onamiz bu yoqdan kelib, otamga nima bo'ldi deydilar. Yaxshilar, ammo yarador bo'ldilar. Chiqib o'sha joyda Fatima onamiz yuzlarini yuvib, o'sha kuydirilgan paxta bosdilar. Mana shunday qilib u yerda u zotga qarab turdilar. Bir sahobiy ayolni jangda eri, farzandi, akasi olamdan o'tdi, shahid bo'ldi. Bu ayol xavotir olib mana shu Madinadan jang maydoniga kelib, Rasulullohga nima bo'ldi? Rasulullohga nima bo'ldi deb turaverdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshilar deydilar, Allohga shukr. Agar Rasululloh tirik bo'lsalar, qolgan musibat menga hech narsa emas. Hatto hammasidan ayrilganimda ham Rasulim hayot bo'lsalar qo'rqmayman dedilar. Mana shunday fidoilik bilan bu Uhud maydonida bo'ldilar. Jang tugagandan keyin Hamza radhiyallohu anhu'ni musla qilingan holatda ko'rdilar. Hamza radhiyallohu anhu'ni quloq burunlari kesilgan, qorinlari ochilib, jigarini Utbani qizi Hind chaynab tashlab yuborganini ko'rdilar. Hamza radhiyallohu anhu'ni bu holidan yig'ladilar. Sahobalar ham yig'ladilar. 70 ta sahoba shahid bo'ldi. Mana shu joyga dafn qilindi. O'sha maydonda o'ziga kiyimlari bilan dafn qilindi. Mana 14 asr bo'ldiki, Madinaga kelgan insonlar albatta borib bu shuhado Uhudni ziyorat qilamiz. Tushganimizdan keyin o'sha Uhud maydonida shahid bo'lib yotganlarning oldiga boramiz, ularga salom aytamiz. Xatm yetkazilgan ekan, bir xatmi Qur'on bag'ishlaymiz, qaytamiz. Bu yerda unaqa ortiqcha biror bir talablar yo'q. Sizlardan iltimos, shariat qaytargan ishlarni qilmanglar. Bir narsalarni olib ko'zingizga surkab, tog'larga chiqib, ba'zi birlarda shunaqa gap bor ekan, shu yerda bir narsasini olib borsa bola ko'rar ekan, bular hammasi bid'at, bu hammasi xurofot. Rasulimiz aytmagan, qilma degan ishlarni qilib, bu yerda gunohga botmaslik kerak. Ya Rabbi, barcha yetkazilgan xatmi Qur'onlarni husni qabul aylagin. Hosil bo'lgan savoblarni mana shu joyda yotgan barcha shuhadolar, Hazrati Hamza radhiyallohu anhu va 70 ta sahoba-i ikromning ruhlariga baxshida qildik. Allohim ularni rahmat qilib, jannatni maqomi darajotlarini baland qilgin. Bizni ziyoratlarimizni maqbul qilib, bizga namunali, taqvoli hayot bergin. Oldimizda turgan hajlarni bajarib, hajji mabrur bo'lmoqlikka nasib aylagin. Vatanimizni tinch, xalqimizni obod, yurtboshimizni salomat, bir-birlarimizga mehr oqibatimizni ziyoda qilgin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika.